Ingliz tilini eng oxirgi cho'qqisiga chiqishga qaror qildim va 9 ga erishdim. 8 ham zo'r, yetadi deyishdi o'zi. 4 ta topshirish bilan 4-sida o'xshadi. 3-si judayam yomon bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki unda birinchisidan ham pastroq chiqdi. Manimcha u skorni har xil chiqishi vaqtga emas, ba'zida savollarni turiga ham qarasa kerak. Voice recording qilib olardim-da, tashlab qo'yardim. Keyin uni eshitib, xatolarimni topib, qaytadan yana recording qilardim. Yaxshi chiqmaguncha shunaqa takrorlayverardim. Bir o'tirganda 6 soat dars qilmasdim-da, kun davomida qilib yurardim hammasini. IELTS shunchaki ingliz tilini o'rganishda emas, balki dunyoqarashi, odam o'zini hislatlarini ham shakllantirar ekan. Shu tarafdan ham judayam foydali ekan.